Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yoshga doir ustamalar bekor qilinadi. 6 yoshdan keyin ustama yo'q olar ekan. Chaqasim yoshga kirganlarga endi qo'shimcha pul berilmas ekan degan gaplar odamlar orasida ko'p tarqalmoqda. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki yaqinda pensiyaga chiqadigan ota-onamiz, yaqinlarimiz bor. Eng xavflisi, odamlar mish-mishlarga ishonib, o'ziga tegishli pulni talab qilmay qo'yishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Avvalo bir narsani aniq ajratib olaylik. Pensiya tizimida yoshga doir pensiya degan tushuncha bor. Yana ustama, qo'shimcha to'lov, kompensatsiya, imtiyozli qo'shimcha, parvarish puli kabi alohida tushunchalar bor. Odamlar ko'pincha bularning hammasini bitta so'z bilan, ya'ni ustama deb aytadi. Aslida esa har bir to'lovning o'z sharti, o'z hujjati, o'z hisoblash tartibi bor. Oldin ko'pchilik shunday deb o'ylardi. Odam 60 yoshga kirsa, pensiyasi o'z-o'zidan oshadi. 70 yoshga kirsa yana oshadi. 80 yoshga kirsa albatta alohida katta ustama qo'shiladi. Lekin amalda bunday umumiy qo'yda hamma uchun bir xil ishlamaydi. Pensiyaning asosiy miqdori odamning ish staji, ish haqi, sug'urta badallari yoki rasmiy daromadlari, pensiya tayinlangan vaqtdagi qonunchilik, shuningdek mavjud imtiyozlar asosida hisoblanadi. Yoshning o'zi esa har doim ham avtomatik ustama degani emas. Hozir odamlarni xavotirga solayotgan gap shuki, yoshga doir ustamalar bekor qilinadi. Men buni mutaxassis sifatida shunday tushuntiraman. Agar gap faqat pensiya yoshiga yetgan uchun beriladi degan. Lekin qonunda aniq ko'rsatilmagan yoki avval noto'g'ri tushunilgan qo'shimchalar haqida ketayotgan bo'lsa, bunday to'lovlar avtomatik tarzda hammaga berilmaydi. Lekin qonun bilan belgilangan pensiya nogironlik bo'yicha to'lov, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, alohida toifadagi fuqarolarga beriladigan qo'shimchalar, 80 yoshdan oshgan ayrim shaxslarga parvarish bilan bog'liq to'lovlar yoki ijtimoiy yordamlar alohida tartibda ko'riladi. Ya'ni hamma ustama bekor bo'ldi deyish noto'g'ri. Hech narsa o'zgarmaydi deyish ham noto'g'ri. Har holatni alohida tekshirish kerak. Men ko'p uchratadigan birinchi holat aytaylik. Fuqaro 60 yoshga to'ldi va endi menga yosh ustamasi qo'shilishi kerak deb pensiya jamg'armasiga boradi. Agar u erkak kishi bo'lsa, odatda yoshga doir pensiya olish huquqi 60 yosh bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayollarda esa bu yosh boshqa tartibda belgilanadi. Lekin bu pensiya tayinlanadi degani ustiga alohida ustama qo'shiladi degani emas. Masalan, odamning pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lsa, faqat 60 yoshga kirgani uchun avtomatik 100 ming yoki 200 ming so'm qo'shilishi shart degan umumiy qoida yo'q. Agar u oldin pensiya olmagan bo'lsa, unga pensiya tayinlanadi. Agar allaqachon pensiya olayotgan bo'lsa, faqat yosh raqami almashgani uchun pensiya qayta hisoblanmaydi. Faqat qonunda ko'rsatilgan asos bo'lsa qayta ko'riladi. Ikkinchi holat, ayol kishi 60 yoshga kirdi. Pensiya olayapti va qo'shnisidan 60 yoshdan keyin alohida ustama bor degan gapni eshitdi. U ariza yozmasa ham bo'ladimi yoki o'z-o'zidan tushadimi deb o'ylaydi. Men bunday vaziyatda doim aytaman. Birinchi navbatda pensiya turi va tayinlangan asosini tekshirish kerak. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki har birida qo'shimcha to'lovlarning sharti boshqa. Masalan, nogironlik bo'lgan shaxsga yosh emas, nogironlik guruhi asosida qo'shimcha yoki boshqa to'lovlar belgilanishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlikda esa oila a'zolari soni, mehnatga layoqatsizlik holati, bolalarning yoshi muhim bo'ladi. Uchinchi holat, fuqaro 70 yoshga to'ldi va 70 yosh ustamasi haqida so'raydi. Men ochiq aytaman. 70 yoshning o'zi hamma pensioner uchun alohida avtomatik ustama beradigan umumiy mezon sifatida qabul qilinmasligi kerak. Ba'zi odamlar 70-80 yoshda pensiya oshadi degan eski og'zaki gaplarni eslab qolgan. Lekin amaliyotda pensiya oshishi ko'pincha davlat tomonidan pensiya miqdorlarining umumiy indeksatsiyasi, eng kam pensiya miqdorining o'zgarishi, ish staji yoki ish haqi bo'yicha yangi hujjat topilishi, nogironlik guruhi o'zgarishi, alohida xizmat yoki mukofotlar, urush faxriyligi, mehnat faxriyligi, ayrim imtiyozli toifalar bilan bog'liq bo'ladi. 70 yoshga kirishning o'zi esa alohida asos sifatida har doim ham ishlamaydi. Endi taqimmun yosh masalasiga alohida to'xtalaman. Odamlar eng ko'p aynan shu yosh bo'yicha savol beradi. Taqim yoshda qanday ustama bor?
Taqim yosh masalasida bir nechta yo'nalishni ajratish kerak. Birinchisi, fuqaro taqim yoshdan oshgan bo'lsa, u kishi parvarishga muhtoj bo'lishi mumkin. Agar qonunchilikda belgilangan tartibda parvarish qiluvchi shaxsga yoki parvarishga muhtoj shaxsga to'lov nazarda tutilgan bo'lsa, bu alohida ko'rib chiqiladi. Ikkinchisi, taqim yoshdan oshgan odam nogironligi bo'lsa, nogironlik guruhi va tibbiy xulosa asosida boshqa qo'shimcha to'lovlar chiqishi mumkin. Uchinchisi, agar u kishi alohida imtiyozli toifaga kirsa, masalan, urush qatnashchisi, mehnat fronti qatnashchisi, davlat mukofoti bor shaxs yoki qonunda ko'rsatilgan boshqa toifa vakili bo'lsa, uning pensiyasiga boshqa asoslar bilan qo'shimcha qo'shilishi mumkin. Masalan, birinchi misolni olaylik. Otaxon taqim yoshga kirdi. Pensiyasi 1 million 500 ming so'm. Farzandlari endi pensiya 2 million bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin otaxon sog'lom, o'zini o'zi parvarish qila oladi. Nogironlik guruhi yo'q. Alohida imtiyozli toifaga kirmaydi. Qo'shimcha hujjat ham yo'q. Bunday holatda faqat taqim yoshga kirgani uchun katta miqdorda avtomatik ustama qo'shiladi deb kutish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Pensiya bo'limi hujjatlarni tekshiradi va aniq asos bo'lmasa qo'shimcha tayinlamaydi. Ikkinchi misol, onaxon baygiki yoshda yura olmaydi, doimiy parvarishga muhtoj, tibbiy xulosa bor, farzandi ishni tashlab qarayapti. Bu holatda masala boshqa. Bu yosh ustamasi emas, balki parvarishga muhtojlik, tibbiy xulosa, ijtimoiy xizmat, nafaqa yoki parvarish bilan bog'liq to'lovlar masalasi ko'rilishi mumkin. Farzand onam vakazim yoshdan oshgan deb og'zaki aytib qo'yishi yetmaydi. Tibbiy muassasa xulosasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya ma'lumotlari, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari tomonidan talab qilinadigan hujjatlar bo'lishi kerak. Uchinchi misol, 79 yoshli fuqaro ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Keyin sog'lig'i yomonlashib birinchi guruh nogironligi belgilanadi. Pensiya oshsa, odamlar daxili yoshga yaqinlashgani uchun oshdi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa oshishning sababi yosh emas, nogironlik guruhining o'zgarishi bo'ladi. Shu sababli har bir oshish sababini pensiya varaqasidan, qarordan yoki rasmiy javobdan ko'rish kerak. Mish-mish bilan hisob yuritish katta xatoga olib keladi. 4-misol. 65 yoshli kishi pensiyaga chiqqanidan keyin yana rasmiy ishlagan. U keyin ishlagan davrim pensiyaga qo'shiladimi deb so'raydi. Bu yosh ustamasi emas, balki pensiyani qayta hisoblash masalasi. Agar qonunchilik va amaldagi tartib bo'yicha pensiyadan keyingi ish davri hisobga olinadigan bo'lsa, fuqaro ariza bilan murojaat qiladi va tegishli hujjatlar asosida pensiya qayta ko'riladi. Bu holatda ham odam 65 yosh bo'ldim, ustama bering demaydi. Balki pensiyadan keyingi rasmiy ish stajimni hisobga olib, qayta hisoblab bering deb aniq yozadi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasida qanday qo'shimchalar borligini bilmaydiganlar. Ko'p pensionerlar qo'lga qancha pul tushayotganini biladi, lekin uning ichida asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, ijtimoiy yordam qancha ekanini bilmaydi. To'lov tarkibi o'zgarsa, qaysi qismi kamayganini yoki yo'qolganini aniqlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnomani, oxirgi qayta hisoblash hujjatini, bank yoki pochta orqali tushgan summalar tarixini saqlashni tavsiya qilaman. Ikkinchi guruh xavotir olish kerak bo'lganlar, alohida imtiyoz bilan pensiya olayotganlar. Masalan, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, uzoq yillik maxsus stajga ega bo'lganlar, harbiy xizmat, ichki ishlar, ta'lim, tibbiyot yoki boshqa sohalarda maxsus tartib asosida pensiya olganlar. Bunday insonlarda pensiya tarkibida oddiy fuqarolarnikidan farq qiladigan hisoblash elementlari bo'lishi mumkin. Agar biror bekor qilinadi degan gap chiqsa, ular umumiy gap emas, o'z pensiya ishiga qarash kerak. Kimlar darhol vahimaga tushmasligi kerak. Agar siz qonuniy tayinlangan yoshga doir pensiyani olayotgan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, oxirgi to'lovlar barqaror tushayotgan bo'lsa, hech kim sizga rasmiy xat yubormagan bo'lsa, pensiya bo'limi qayta tekshiruv haqida chaqirmagan bo'lsa, faqat internetdagi sarlavha uchun qo'rqib ketmang. Pensiyani bekor qilish yoki kamaytirish og'zaki mish-mish bilan bo'lmaydi. Buning huquqiy asosi, qarori hujjati bo'lishi kerak. Endi istisnolar va ko'rinmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Ustama bekor qilindi degan gap ba'zan aslida noto'g'ri tayinlangan ustama qayta ko'rib chiqildi degani bo'lishi mumkin. Masalan, odamga bir necha yil davomida noto'g'ri asos bilan qo'shimcha pul to'langan bo'lsa, keyin tekshiruvda hujjat yetishmasligi yoki shart bajarilmagani aniqlansa, to'lov to'xtatilishi mumkin.
Bu hamma pensionerga tegishli umumiy bekor qilish emas, aynan o'sha pensiya ishidagi xatolikni tuzatish bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Hujjatdagi bitta sana ham katta rol o'ynaydi. Masalan, fuqaro Soqomin yoshga to'lgan sanasi, nogironlik belgilangan sanasi, ariza bergan sanasi, tibbiy xulosa chiqqan sanasi, pensiya qayta hisoblangan sanasi bir-biridan farq qiladi. Ko'p odamlar men yanvarda akamga kirdim, nega fevraldan emas, martdan hisoblandi deb so'raydi. Bu yerda ariza qachon berilgan, hujjat qachon to'liq topshirilgan, to'lov qaysi kundan tayinlanishi belgilanganiga qaraladi. Agar siz kech murojaat qilsangiz, ayrim to'lovlar kechroq boshlanishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, hamma narsa avtomatik bo'lmaydi. Bugun davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Lekin bu fuqaro hech qachon ariza bermasa ham hamma pul o'zi kelaveradi degani emas. Ayniqsa parvarish, nogironlik, qo'shimcha staj, mukofot, alohida imtiyoz, boshqa hududdan ko'chib kelish, familiya o'zgarishi, hujjatdagi xato kabi masalalarda ariza va hujjat talab qilinadi. Men amaliyotda shuni ko'raman, odam yillar davomida o'ziga tegishli qo'shimchani olmagan bo'ladi. Chunki o'zi bilib qo'shib qo'yishadi deb kutgan. 4-nozik jihat, 6 yosh, 7 yosh, 7 yosh, 8 yosh degan raqamlar xalq orasida bir xil eshitiladi, lekin huquqiy jihatdan turli ma'noga ega bo'lishi mumkin. 6 yosh ko'pincha pensiya yoshiga chiqish huquqi bilan bog'liq bo'lsa, 8 yosh ko'pincha parvarish, sog'liq, mehnatga layoqatsizlik va ijtimoiy himoya ehtiyoji bilan bog'liq holatlarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. 7 yosh esa ko'plab hollarda alohida universal ustama mezoni emas. Shuning uchun men 7 ga kirdim, nega qo'shilmadi degan savol javob berish uchun avval qonunda aynan 7 yoshga bog'langan to'lov bormi? Shuni tekshirish kerak. 5-nozik jihat. Pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda ish staji va oldingi daromad bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa ijtimoiy ehtiyoj, yosh, nogironlik, kam ta'minlanganlik yoki boshqa holatlar asosida tayinlanishi mumkin. Bir odam men pensiya olmayman, lekin yoshga doir nafaqa olaman desa, uning huquqlari va qo'shimcha to'lovlari boshqacha ko'riladi. Masalan, ish staji yetmagan odamga yoshga doir nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin. Unga qo'shimcha hisoblash mexanizmi ish staji bo'yicha pensiya oladigan odamnikidan farq qiladi. 6-nozik jihat. Bank kartaga tushgan summa har doim ham pensiyaning to'liq rasmiy tarkibini ko'rsatmaydi. Ba'zan bir oyda indeksatsiya bo'ladi, ba'zan qarzdorlik qoplanadi, ba'zan oldingi oy farqi qo'shiladi, ba'zan ushlab qolish bo'ladi. Odam kartasiga 20 million, 800 ming tushganini ko'rib, endi pensiyam shuncha bo'ldi deb o'ylaydi. Keyingi oy 20 million, 600 ming tushsa, ustamamni olib tashlashdi deb xavotir qiladi. Aslida birinchi oyda qayta hisoblash farqi yoki qo'shimcha to'lov bir martalik bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun doimiy oylik miqdor qancha degan savolni alohida aniqlang. 7-nozik jihat. Parvarish qiluvchi shaxs masalasi. 6 yoshdan oshgan insonni farzandi, kelini, nevarasi yoki boshqa yaqin qarindosh qarayotgan bo'lishi mumkin. Lekin parvarish qilayotgan odamning o'zi ishlaydimi, pensiya oladimi? Boshqa nafaqa oladimi? Borligi qanday, yashash manzili bir xilmi? Borligi qanday, tibbiy xulosa bormi? Bularning hammasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Men qarayapman, demak pul berilishi kerak degan oddiy mantiq har doim yetarli emas. Davlat organi hujjat va mezon asosida qaror qiladi. 8-nozik jihat. Odamlar ko'pincha qo'shnim oldi, men nega olmadim deb solishtiradi. Bu eng ko'p xatoga olib keladigan solishtirish. Qo'shningizning ish staji boshqa, pensiya turi boshqa, nogironlik holati boshqa, mukofoti boshqa, oilaviy holat boshqa, ariza bergan vaqti boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, 2 onaxon bir ko'chada yashaydi. Ikkalasi ham taqimi yoshda. Birinchisi faqat yoshga doir pensiya oladi. Sog'ligi nisbatan yaxshi. Ikkinchisi birinchi guruh nogironligi bor. Doimiy parvarishga muhtoj, ilgari zararli sharoitda ishlagan, qo'shimcha hujjatlari bor. Ularning to'lovi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki ota-onangiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Pensiya bo'limidan yoki elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Bu yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Yoshga doir nafaqami yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? To'lov turi aniqlanmasa, ustama haqida to'g'ri savol berib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, pensiya tarkibini so'rang. Menga qancha pensiya chiqyapti degan umumiy savol o'rniga asosiy pensiya miqdori qancha, ustamalar va qo'shimcha to'lovlar qaysi asos bilan qo'shilgan, doimiy oylik miqdor qancha deb so'rang. Agar imkon bo'lsa, yozma ma'lumotnoma oling.
og'zaki javob esdan chiqaradi. Yozma javob esa keyin solishtirish uchun kerak bo'ladi. 3-qadam 6 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan davrda sizda yangi asos paydo bo'lganmi? Shuni tekshiring. Masalan, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishladingizmi? Yangi staj qo'shildimi? Ilgari topilmagan ish haqi ma'lumotnomasi topildimi? Nogironlik guruhi belgilandi yoki o'zgardimi? Davlat mukofoti yoki imtiyozli maqom bo'yicha hujjat bormi? Doimiy parvarishga muhtojlik haqida tibbiy xulosa bormi? Agar shunday asos bo'lsa, siz yosh ustamasi emas, aynan o'sha asos bo'yicha qayta ko'rib chiqishni so'raysiz. 4-qadam hujjatlarni yig'ing. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi yoki stajni tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar. Nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi tibbiy hujjatlar, yashash joy bo'yicha ma'lumotlar, bank rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun idoraga borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy sayt orqali kerakli hujjatlarni aniqlashtiring. 5-qadam arizani to'g'ri yozing. Men odamlarning eng katta xatosini ko'p ko'raman. Ular ustama qo'shib bering deb yozadi, lekin qaysi asos bilan so'rayotganini ko'rsatmaydi. To'g'ri yondashuv shunday. Pensiyamni falon hujjat asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Boy keyin yoshdan oshgan va parvarishga muhtoj shaxs sifatida tegishli to'lovlarni tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Nogironlik guruhi o'zgargani sababli pensiya miqdorini qayta ko'rib berishingizni so'rayman. Arizada asos aniq bo'lsa, javob ham aniq bo'ladi. 6-qadam faqat og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga tegishli emas deyishsa, muloyimlik bilan yozma javob so'rang. Yozma javobda qaysi qonun yoki qaysi tartib asosida rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Keyin siz bu javobni yuqori tashkilotga, yuridik maslahatga yoki sudga ko'rsatishingiz mumkin. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan huquqingiz tugamaydi. 7-qadam to'lov kamaygan bo'lsa, darhol sababini aniqlang. Bankdan yoki pochta bo'limidan tushum tarixini oling. Pensiya bo'limidan qaysi oyda qaysi summa hisoblanganini so'rang. Kamayish doimiy hisob-kitob o'zgarishmi? Bir martalik qo'shimchaning tugashimi, ushlab qolishmi? Ortiqcha to'lovni qaytarishmi yoki texnik xatomi? Buni ajrating. Sabab aniqlanmasdan turib ustamamni bekor qilishdi deb xulosa chiqarmang. 8-qadam ota-onangiz 60 yoshdan oshgan bo'lsa, faqat pensiya bo'limiga emas, ijtimoiy himoya organlariga ham murojaat qiling. Chunki ayrim yordamlar pensiya tizimi orqali emas, ijtimoiy xizmatlar va mahalla orqali ko'rib chiqilishi mumkin. Uyda yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj, nogironligi bor, daromadi kam yoki yordamga muhtoj keksalar uchun alohida dasturlar bo'lishi mumkin. Bu pensiya ustamasi deb nomlanmasligi mumkin, lekin amalda oilaga yordam beradi. 9-qadam hujjatlardagi xatolarni tekshiring. Pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, ishxona nomlari, buyruq sanari, arxiv ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Ba'zan odamning 5 yil staji hisobga olinmay qoladi. Chunki mehnat daftarchasida familiya eski yozilgan yoki ishxona muhri noaniq. Bu xatolar tuzatilsa pensiya oshishi mumkin. Bu ham yosh ustamasi emas, lekin pensioner uchun real pul. 10-qadam. Har yili kamida bir marta pensiya hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Ayniqsa 6 yoshdan keyin, 7 yoshdan keyin, 60 yoshga yaqinlashganda, sog'liq o'zgarganda, parvarish ehtiyoji paydo bo'lganda yoki yangi hujjat topilganda buni qilish kerak. Men buni oddiy profilaktika deb hisoblayman. Vaqtda tekshirilgan hujjat keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Yana bir muhim maslahat. Internetdagi videolar, postlar, guruhlardagi xabarlar sizga yo'nalish berishi mumkin. Lekin yakuniy qaror rasmiy hujjat va sizning pensiya ishingiz asosida bo'ladi. Kimdir hamma kun yoshdagilarga falon pul beriladi desa, darhol ishonavermang. Kimdir endi hech kimga ustama yo'q desa ham darhol vahimaga tushmang. To'g'ri savol bering, bu qaysi to'lov haqida, qaysi qonun asosida, qaysi toifaga, qaysi sanadan, ariza kerakmi avtomatikmi? Demak, asosiy fikr shuki, 6, 7 yoki 8 yoshga kirish har doim ham hammaga bir xil avtomatik ustama degani emas. Lekin bu yoshdagi fuqarolarda pensiyani qayta hisoblash, parvarish, nogironlik, ijtimoiy yordam, maxsus imtiyoz yoki boshqa qo'shimcha to'lovlarga asos bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l vahimaga tushish emas. O'z hujjatingizni tekshirish, to'lov turini aniqlash. Asos bo'lsa ariza berish va yozma javob olishdir.
Men sizga masalani oddiy qilib aytdim. Ustama bekor bo'ldi degan umumiy gapga ishonib qolmang. Hamma pul o'zi keladi deb ham kutib o'tirmang. O'zingizga tegishli huquqni hujjat bilan talab qiling. Ayniqsa ota-onangiz saqalon yoshdan oshgan bo'lsa, ularning pensiyasi, sog'ligi, parvarish ehtiyoji va ijtimoiy yordam olish imkoniyatini albatta tekshiring. Sizning oilangizda oltin 7000 yoki 7000 yoshdan oshgan pensioner bormi? Pensiyada ustama qo'shilganmi yoki aksincha kamayganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.